Hech qachon qishki garderob mukammal bo'lmagan. Aynan shu paytgacha. Ideal qishki garderob bu kiyimga to'lib ketgan shkaf emas. Bu kamsonli kiyimlar maksimal uyg'unlik, ya'ni kapsula. Kapsula garderobining poydevori neytral ranglar hisoblanadi. To'q ko'k, kulrang va qora aynan shu sababli tanlandi. Bu ranglar oson uyg'unlashadi va har qanday obrazga mos keladi. Kundalik shimlarni qiroli bu albatta jinsi. Men o'zim jinsi kiyishni afzal ko'raman. Tarkibida lycra bo'lgani sabab u harakatlanishda juda qulay. Eng muhimi, bugun olgan jinsingizni garderobingizdagi deyarli har qanday kiyim bilan kiyish mumkin. Keyingisi casual uslubdagi kulrang shim. Ko'pchilik och rangni tanlashga ikkilanadi, chunki u tozalikni talab qiladi. Lekin aynan shu rang garderobni mukammal qiladi. Shim tarkibidagi shers bo'lgani uchun tanani issiq tutadi. Sovuq kunda ham qulay. Bilasizlarmi? Shim bu maxfiy qurol. To'g'ri tanlangan shim turli obrazlarni yaratadi. Navbatdagi shimimiz esa sizga jiddiylik va obro' qo'shadi. Matodagi uzun chiziqlar bo'yi pastroq insonlarni balandroq ko'rsatadi. Agar sizning kuchli tarafingiz elegantlik bo'lsa, siz uchun asosiy 3 ta yechim bor. Birinchisi klassika. Oq ko'ylak, bazaviy va xotirjam tanlov. Yorqin oq rang insonni oldingi planga olib chiqadi va deyarli hammaga yarashadi. Ikkinchisi ishonch va solidlik ramzi bo'lgan sviterlar. Kardigan, polo zamok, polo vodolazka, polo yoqali yoki dumaloq yoqa. Tanlov ko'p. Yuz va tana tuzilishiga qarab tanlash mumkin. Meni tavsiyam esa polo zamok. U universal va ustma-ust kiyish uchun juda qulay. Uchinchisi universal yechim. O'zini ham kurtkaning ichidan ham kiysa bo'ladigan pidjak. Men pidjak uchun barcha shimlarga mos keladigan yorqin rangni tanladim. Yorqin rang har doim insonni ochadi. Qishki kapsulada 2 xil kurtka bo'lishi shart. Birinchisi yengil kurtka, ikkinchisi uzun va qalin kurtka. Yengil kurtka bu erkinlik. Qishda ham har doim sovuq bo'vermaydi. Lekin qalin kurtkada hamma vaqt ko'chaga chiqib ham bo'lmaydi. Shu sabab yengil kurtka garderobda albatta bo'lishi kerak. Bu kurtkaning tashqi qismi yomg'irga chidamli plashovkadan qilingan. Ichki qismi esa yuqori sifatli mikrelyaf. Astari esa evil astar, yumshoq va juda yengil. Sovuq haqiqiy qishga aylanganda esa qalin kurtka. Bu kurtka Italiyadan keltirilgan Vitaliy Barbaris matosidan tikilingan. Yoqasida bo'yinni issiq tutishi uchun quyon yungidan foydalanilgan. Ichki va tashqi detallari natural charm. Zamoga esa dunyodagi eng ishonchli brendlardan biri YKK. Mukammal kapsula uchun natural charmdan tayyorlangan qulay oyoq kiyimlar. Podoshvasi Italiyaning Extra Light texnologiyasida bo'lib, yengillik va qulaylik beradi. Har bir detalni, har bir g'oyani o'zimiz o'ylab chiqamiz. Yevropa, Turkiya yoki Xitoydan tayyor keladigan kiyimlar ko'pchilikka to'g'ri kelmaydi. Sababi mentalitet va tana qoliplari farq qiladi. Shuning uchun biz Turkiya fabrikalarida aynan o'z qoliplarimiz asosida buyurtma beramiz. Asosan matolar Italiyadan import qilinadi. Bu esa kiyimni kiyganda seziladigan haqiqiy qulaylikni beradi. Guares falsafasi bu ongli garderob, yuqori sifat va ishonchli uslub. Ko'rganinglardek 10 ta kiyimdan 30 dan ortiq luk yasadim. Ko'proq kiyim emas, ko'proq ma'no. Sizlar bilan Sadullo Ziyodullayev bo'ldi. Fikringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.